Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Volley FC va bugun men yana o'zim ikkinchi akkauntimni kuchaytirishda davom etaman jigarlar va albatta bu video boshlanishdan oldin bu videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yinglar. 20-iyungacha ozgina vaqt qoldi va biz hali endi 18 mingtadan oshdik jigarlar. Shuning uchun hozirroq menga obuna bo'lib qo'yinglar. 20 mingta bo'lganimizdan so'ng Telegram kanalimda juda ham katta konkursga start beriladi. Asosiy sovg'a albatta 126 over mana основной akkauntim va 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi o'rinlarga xudo xohlasa FC Points, Draft, Star Pass shunaqa sovg'alarni topshiraman jigarlar. Shuning uchun hozirroq meni Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda start 20 mingta bo'lganimizdan so'ng boshlanadi va unda biz bu videoga qaytamiz. Xo'p, akalar, bizda 1000 ta FC Points bor va FC Pointsga albatta biz hozir draft olamiz. Xo'p, birinchisi mana bu 2000 ta Jamesga bitta draft. Keyin esa pastroqga tushsak 800 ta FC Pointsga 10 ta draft bor bu yerda va buni ham olib qo'yamiz. Ajoyib. Va endi 200 ta FC Pointsimiz qoldi. Ularni esa bu yerda ketkazib tashlaymiz akalar. Birinchisi 50 ta FC Pointsga ketdi. Bu yerda James 1000 ta. Keyingisi уже 100 ta FC Pointsga va bu yerda oltin walkout yo'q va bu 5000 ta James jigarlar. Chakkimas yana 2 ta draft ochishimiz mumkin Jamesga va 12 ta draft token bizda bor va 6000 ta James ham 2 ta draft token beradi bizga. Xo'p, bu yerda okalar Bono, Perisic, Casemiro, Van Persie hamda Carlos Puyol, lekin bu yerda menga okalar mana bu Sherki, Rivaldolar kerak va bu yerda okalar menda bitta Utots draft tokeni bor ekan va qaysi birini ochamiz? Mbappe, keyin Messi, Di Marco bu yerda, lekin Bruno Fernandes tushsa zo'r bo'lardi, lekin bu musir. Xo'p, mayli. Endi esa bu yerga o'tamiz. Bu yerda ketdi, bittadan ochaman albatta. Xo'sh. PV va bu kelar Li Kang-in PSG o'yinchisi okalar. Xo'p, keyingisidan 110 over. Keyingisidan 114 over o'yinchi. Xo'sh, bu yerda emblemaga qo'shildi va Walkout Kanada. Hisob albatta yana Kanada. Xo'sh, bu 115 over o'yinchi ekan. Xo'p, mayli. Keyingisidan Basic. Xo'p, yana emblemaga qo'shildi, lekin bu 113 over Santos ekan okalar. Xo'sh, bu yerda 112 over va 5 ta draft tokenimiz qoldi okalar bizda. Bu yerda Hamed. Xo'p, keyingisidan 110 over o'yinchi yana. Xo'p, iltimos eSports walkout, hech bo'lmasa walkout ko'raylik. Bu yerda 112 over va oxirgi draftimiz va bu yerda walkout okalar. Shotlandiya PZ bu okalar 115 over o'yinchi ekan. Xo'p, endi esa 3000 ta Jamesga ketdi. Bu yerda 112 over o'yinchi. Xo'p, va hozircha oxirgisi bu yerda 110 over darvozabon. Mayli. Bu yerga kiradigan bo'lsak bizda qancha o'yinchi bor ekan? Barchasini berib yorsak. Xo'sh. Уже 4000 tadan oshdi okalar, 5000 tadan oshdi, 6000, 7000, 8000, 10000 bo'ldi. Endi esa chakkimas okalar 24000 ta sharts va barchasini berib yoramiz. Ketdi. Va endi okalar juda ham zo'r o'yinchi olishimiz mumkin bu shartlarga albatta. Bu yerda 120 over o'yinchilar 50000 tadan oshiq barchasi. Faqatgina bitta Vitinha 45000 ekan okalar. Xo'p, bu yerda Van Persie bor ekan okalar, hujumchi, lekin 31000 ga arziydimi? Yo'q, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana bu playstyle lekin yaxshiga o'xshabotdi. Mayli.
Albatta menga striker kerak emas. Usmonjon Dembele turibdi strikerda. Xo'sh, pastroqga tushsak, mana bu o'yinchi okalar. Ryan Sherki. Mana shu o'yinchini olishimiz mumkin. Bu playstyle juda ham zo'r okalar va osobiy priyom 5 yulduz, oyog'i ham 5 ga 5. Here we go. Ryan Sherki. Ajoyib o'yinchi okalar. Fransiya, PV. Albatta yana Fransiya va bu Ryan Sherki jigarlar. Juda ham zo'r o'yinchi. Shaxsan menga uni avvalgi eski kartalari ham yoqardi. To'g'ri, meni akkauntimda bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin men o'ynab ko'rganman uni kartalarida. Ryan Sherki juda ham zo'r o'ynaydi. Xo'p, uni albatta full qilib, kuchaytirib, asosiy tarkibga Kaka o'rniga qo'yamiz jigarlar. Sherki albatta WhatsAppda o'ynay oladi. Xo'p, albatta ketdi okalar, rang beramiz. 140 ta rangab jeton ketdi. Ikkinchi rangga okalar 280 ta rangab ketar ekan, bu ham ketdi. Xo'p, uchinchisiga 420 ta rangab jeton ketdi va hozir endi 560 ta bu ham ketdi okalar. Albatta rangab jetondan hozircha muammo yo'q va endi muammo bo'lishi mumkin okalar. Chunki full o'yinchini kuchaytirdik va endi bizda rangab jetonimiz kamroq qoldi. Albatta rangab jeton yana topishim kerak. Keyinchalik Robertoni almashtirsam rangab kerak bo'ladi okalar va o'g'rimiz 123 bo'ldi okalar. Ryan Sherkini qo'yganimizdan so'ng ajoyib okalar, ajoyib tarkib yuzaga kelmoqda. Sekin-sekin kuchaytiramiz bu akkauntni. Xo'p, albatta trenirovka beradigan bo'lsak, barchasini ketkizsak, yo'q, bu o'yinchilar menga kerak bo'lib qolishi mumkin va 24-levelgacha biz berishimiz mumkin ekan okalar trenirovkani. Xo'p, shuni deb chekkimiz. Hozir statlarini ko'ramiz. Ryan Sherkini albatta 30 ta qilib qo'yish kerak. 198 tezlik, udar, pas, dribling, fiz podgotovka. Shikalat o'yinchi okalar. Shikalat statlar ajoyib o'yinchi okalar. Juda ham zo'r. Va endi okalar Robertoni almashtirishimiz kerak bo'ladi. Chunki Roberto 114 over okalar. Tasavvur qilasizlar, 114 over. Shuni almashtirishimiz kerak bo'ladi va albatta harakat qilamiz. Xo'p, bu yerda bitta draft token va 3000 ta gems va albatta mana buni ochmoqchiman okalar. Bu yerda menga Rivaldo tushsa juda ham zo'r bo'lardi lekin. Xo'p, bu Musir ikkinchisi 3000 ta gemsga bo'ladi. Xo'p, gemsga walkout berildi. Xo'p, nap va bu 115 over okalar. Chogue Songi. Xo'p, mayli. Qanaqa o'qilishini albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Men unchalik ham tushunmadim to'g'risi. Xo'p, 6000 ta gems bor bizda, ketdi birinchisi. Opa, walkout. Yana o'sha davlat TPV bu kelar Likang In PSG o'yinchisi va 3000 ta gems yana. Bu yerda yana walkout bor. Turkiya LZ Kadioglu adashmasam, xuddi o'zi okalar LZdan. Xo'p, albatta 50 ta draftdan so'ng garant berar ekan okalar bu Adan. Va draft yig'ish kerak endi uni ochish uchun. 10 ta draft bizda yana okalar. Yana 10 ta draft. Bu yerda Carlos Puyol chiqsa zo'r bo'ladi okalar. Casemiro to'g'risi baribir legenda, unga ham yaxshi. Perisic playstyle lekin asosan pas uchun ekan okalar. LV uchun emas, SP uchun. Shunga o'xshash okalar, shunga o'xshash. Xo'p, bu yerda Marquez chiqsa zo'r bo'lardi okalar, chunki uni sizda o'ynatsa bo'ladi. Xo'p, yana kim? Albatta Joan Neves tushib qolsa okalar, uni menga beraveraman. Oyog'i ham 5 ga 3, asobi priyom ham 3 yulduz okalar. Bu albatta yomon.
Xo'p, bu yerda 110 ta rover o'yinchi. Albatta men bitta-bittadan ochishni yaxshi ko'raman va ketdi akalar, bitta-bittadan ochishga davom etamiz. Xo'p, bu yerda 111 over o'yinchi. Keyingisidan 112 over Rossa. Xo'sh, bu yerda 112 over o'yinchi va 5 ta draft qoldi. Bu yerda ham ochib ko'ramiz akalar. Bu yerda 111 over o'yinchi. Keyingisidan 111 yana. Xo'p, bu yerdachi 110 over o'yinchi munchalik ham musir beryapti. Xo'p, hozir esa pul B'dan garant bo'ladi akalar. Bu yerga o'tib ochib ko'ramiz. Bu yerda Niderlandiya, CP, albatta Niderlandiya va bu De Jong. Yomon emas 117 over De Jong. Va endi 40 ta draftdan so'ng garant bo'lar akalar va atigi bitta o'yinchi oldik bugungi videoda akalar. Bu akkauntga bu Ryan Sherga akalar. Keyingi videoda Robertoni almashtirishga harakat qilamiz. Va albatta bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yinglar va kommentariyada bugun sizga kim tushdi o'shani ham yozib qoldiringlar. Va albatta konkurs haqida unutmanglar akalar. 20 mingta bo'lganimizdan so'ng darhol konkursga start beriladi. Va albatta men sizlar bilan Volley FC bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.